G'alati emasmi, ukam? Nima g'alati bu? Onaman, bitta qizni yaxshi ko'rib qoldim. Qornim ochidi. Oyijon, yaxshimisiz? Ko'rasizlarmi, juda ham isqirт odam. Yedirib qo'ying, mayli. Bolalar esingizda bo'lsa, kar qiluvdingiz siz menga. Yutqizib qo'yuvdingiz. Sochingizni kal qilmadim. O'rniga bitta shartni bajarishingiz kerak. Mani shartim 24 soat nima desam shuni qilasiz. Men sizning xo'jayiningiz bo'laman. Nima desam ham, borib anuni qiling yo menga mamnaq qilib bering, farqi yo'q. Любой narsa. Men bitta shartingizni bajaraman. Xo'p, o'sha shu, menga umuman farqi yo'q. Ha, video yoni o'chirma. Biz gapdan qolmaymiz. Xo'p. Tushundim xo'jayin. Boshlandimi o'zi? Tushundim xo'jayin. Tushundim xo'jayin. Sizga xo'jayiningiz birinchi shartni beradi, birinchi shart. Yigitingiz bormi? Kim garantiya beradi? Kep meni urib qolmasligiga. Voy, qo'ysiz endi, qaysi onda yashayapmiz? Necha 10-asrda yashayapmizmi? Menga hozir yigitingiz kelib urib qolishi mumkin. Men sizni xo'jayiningizman. Menikimisiz? Bo'ldi, все, давай telefon qiling и etasiz, короче, biz siz bilan ajraldik. Bo'ldi, сразу yigitingiz bilan ajrashasiz. Ishonmangda, prank deb o'ylaydi. Nima deb o'ylaydi? Prank deb o'ylaydi. Menga farqi yo'q. Nima deb o'ylaydi? Давай telefon qiling. Ishontirasiz. Men даже gapiraman, что men bo'ldi yangi yigitaman deb. Lekin hech qachon unaqa demagan. Прикинь, popon ko'rsiting. Poponim deyman. Allo. Allo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Bezda qilmadimmi? Yo'q, gapiring. Bitta gapim bor edi-da, sizga sal jiddiyroq. Hop, Hammasini tugatmoqchiman. Siz bilan boshqa gaplasha olmayman. qanaqa chunki? Просто shunaqa to'g'ri kelib qoldi. Men yangisini topdim, siz bilan gaplashmoqchi emasman. Shuncha yil gaplashganimiz nima bo'lamiz? Meni o'nchoq ko'ryapsan. Yo'q. Просто taqdir ekan, shunaqa bo'lib qoldi. Sen jinniroq. Bo'pti, davay gaplasha olmayapmiz. Hammasi hal bo'lgan bo'lsa. Bo'ldi, boshqa gapim yo'q, hisobining. Uf! Kid. Bolalar ko'rasizlarmi? Tormizga o'xshab turaverasizmi shunaqa? Nima qilish kerak? O'g'il bola hurmat qilish kerak. Ovqat olib, qorin ochdi. Qorningiz ochdi? Abib yuring, ovqat olib beraman. Yo'q. Nima? Pulga olib berib bo'lmaydi. Pulga bo'lmasa nimaga olaman? Bilmayman, menga Pul farqi. bering, pul ovqat olib kelaman. Men nima beraman? Hamma pul ishlatadilar. Qarang, mayli. Sizga bitta поддержка. Menda Realme Buds bor. Bu 21 kun ishlab beradi-da. To'xtamasdan. Shu naushnikni nima qilib bo'lsa ham sotasizmi, ovqatga almashtirasiz, meni qornimni to'ydirasiz, nima qilib bo'lsa ham. Mana men xo'jayinman. Odamlarga yalinib yurmayman. Mayli, yalinib yurishaman. Albatta o'zim pulimga olib kerak qoling. Yo'q, davay. Tez, bolalar kamera orqangizdan yuradi. Nima qilib bo'lsa ham, tipa sotish kerak buni. Odamlardan so'rab ko'ramiz. Agar odamlar ko'rmasa, kesin ichiga kirib so'rab ko'ramiz hozir. Bolalar men hozir shart berdim. Xo'jayinlarini nima qilib bo'lsa ham boqishlari kerak. Men qornim ochdi. Oldilarida bor любой narsani sotib, menga ovqat olib beradilar. Pul qolmasa nima qilish kerak? Xotinni pulini yeyish kerak. Bolalar eslab qolinglar. Ketdi, nima qilyaptilar? Studentlarda pul yo'q. Voy, qanaqa pul yo'q? Bu yoqda bilasizmi? O'qish yozaga boringlar. Qizlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Nashi kerak emasmi? Mana bu voshcha chotki 21 kun turib beradi zaryadniki. Arzonga beraman. Arzonga beraverardim. 250 ming narsa. 50 mingga ham bersa, bitta ovqat olsak bo'ladi 100 mingga ikkitasiga. Assalomu alaykum. Nashi kerak emasmi? Arzon. What? 2000 years later. Naushnik beraman 250 ming. Bitta set olib bersanglar bo'ldi. Qornim rosa ochdi, seriozman. Bitta set. Bir kishida olsa bo'ldi. Qarang, men 21 kun o'chmasdan ishlab beradi. 250 ming naushnik. Ha? Burger bo'ladi. Burger bo'ladi. Kolasini ham berasizmi? Burgerga yetadi-ya. Valloh hozir ikkita qizni ko'ndirdilar, menga ovqat olib beradilar. Endi qaranglar, men ovqatga ko'nmayman-da, menga suv ham kerak deyman. Yana bitta naushnikni sotadilar shunda. Voy, mana menga ovqat olib keldilar. Rahmat kattakon qilgan yordamchi xo'jayinim ochofatda zo'rg'a topdim ovqat. Bu naushnik 21 kun ishlaydi va shu chotki o'yinlar o'ynasangiz ham bez zadержка ishlab beradi. Rahmat, charchamang. Xo'jayinga ovqat topib kelishsan. Oling xo'jayin, mana. Yo'q, men eshitmadim qaytadan. Oling xo'jayin ovqat. Rahmat kattakon. Voy, menga bitta burger olib, voy, suv qani? Suvga pulim yetmadi. Soting men buni. Men suv ichkim kelyapti. Men buni yegim ham kelmay qoldi. Davay menga tez suv. O'shab turing, sotib keling. Yo'q, o'shagim kelmayapti. Bitta naushnik, 21 kun ishlagan naushnik bitta kolaga. Yo'q-yo'q. Yaxshimisiz?
bitta kola olib bera olmaysizmi? Iltimos. 250 ml naushni beraman. 10 mingga qornim ochidi. Assalomu alaykum. Kesiy kiryapsizlarmi? Menga ham bitta kola olib beringlar. 250 ml naushni beraman. Odamlar qo'lidan olib qo'yaman. Shuncha ora bo'ldim. Yana bo'lib suv bilan chor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qo'lingizdagi suvni mana naushnik almashmaysizmi? 21 kun ishlab beradi. Yengimi? Mayli, xo'p. Ichmoqchimidingiz? Mana buni sotib o'zingiz boshqa olasiz. Rahmat kattakon. O'zimni ham qornim ochib ketdi. Mayli, mana xo'jayin to'ysa bo'ldi. Qorni ochib bo'ldi xo'jayinni. Mana to'ydirishga keldim-ku, oling. Yo'q, yemayman. Nimaga? Voy, bir soat qidirdim pul bilasizmi? Insofli bo'ling hozir. Yedirib qo'ying, mayli. Qani yedirib qo'yaman, g'alatim. Oching, kola birinchi ichaman. Yangi usul, Kung-fu Panda uslubi. Skadoosh! Skadoosh, skadoosh, skadoosh. Men qornim ochib ketdi. Qani? Ovqat yeyman. Oling, mana. Yo'q, siz yedirasiz menga. Unchalik emas. Yo'q, men qo'lim ishlamayapti. Qizlar o'shaning uchun menga vizit tashlashdan oldin o'ylab tashlashdi. Mana ayting mana qizlarga. Kerak emas ekanmi? Men yutgan bo'lardim, aytdim, million marta. Prosta sovuq bo'lganda yutardim. Birinchi qor yoqqanda nima qilmoqchisan? Senchi nima qilmoqchisan? Qizlar o'shaning uchun men bilan o'ynab bunaqa yutqizib qo'ymaylar. Men ko'ryapsizlarmi, juda ham siqirt odamman bu hayotda. Juda ham mana siqirt. Bo'lajak xotiningizga rahmim kelyapti. Rahmingiz kelyapti. Yegim kelmayapti bunaqasi. Yoqimli ishtaha xo'jayin deb. Yoqimli ishtaha. Xo'jayin. Xo'jayin. Nima bu itga ovqat berganda? Idimdan ovqat yemaydi, qani qanaqa qilib o'zi yeb qo'yaman hozir. Voy, qani. Bismillah. Kola. Rahim qiling bolalar. Bolalar keyin aytgancha bizni men YouTube'da garochi 1 million bo'lishimga ozgina qolibdi-da. Mana shu YouTube'da agar like bossanglar, men sizlarga kontent ko'paytiraman. Agar like bosmasanglar, yana yuraman Instagramda, PUBG'larga qaytmay. Shuning uchun like bosish kerak. Mayli, sizga rahim qildim, o'zim yey qoling. Rahmat, xo'jayin. Voy, to'xtanglar, mana buni qaranglar. Uje hayot o'zgarib shunaqa zamonga keldi. Qiz bola o'g'il bolani qornini to'ydiradi, xotinni pulini yeydi. Bular mana shu yerda o'tirishadi mana. Xo'jayin xursandmisiz bo'l? Barsamisiz? Real. Nima? Real? Real nomer 1. Real nomer 1? Hala Madrid. Voy, Viska Barsa. Xo'jayinga gap qaytaryapsizmi? Yo, Barsa bilan Realga ketganda men Real. Qopganman be. Bilasizmi, sizga qanaqa syurprizim bor? O'g'linga sovg'a keldim. Zo'r sovg'a olib keldim. Nima edi, bitta qaytaring? Hala Madrid. Voy, mana nima? Men ketdim. Nima bu? To'xtang, xo'jayin kim? Xo'jayin kim? Buncha. Xo'jayin kim? Buncha. Bu kim? Barsami? Bitta o'pib ko'ring. Yo'q, bitta o'pib ko'ring. Yo'q. Xo'jayin kim? Nomer 1 komanda bu. Real nomer 1. Voy, 7 ta o'yinni 6 tasida yutgan komanda bu. Kecha nima bo'ldi kecha? Atletico Madrid u. Voy, davay, tez o'ping. Yo'q, davay, tez. Nima bo'ldi? Voy, Bilmayman, men даже Realdan o'pmaganman. Hop, mana Barsani o'pasizda. Barsa o'pishli komanda o'zi. Atir sevib ketdilar, atiri chiqadi. Yo'q, men o'zi atir sevib. Atiri kelyapti. Yo'q, jim turing, oyim ko'rib qoladilar. Ammo o'pgansiz buni? yo'q, o'pmaganman. Davay. Zo'r, yangi futbolka bu, davay. Hala Madrid. Voy, Viska Barsa deb. Nima? Hamma shartingiz bajartirasiz. Yo'q, ha, Yutqizib qo'yganim uchun atak. Viska Barsa. Viska Barsa. Davay. Viska Barsa. Endi eslab yotaman. O, sovqat ketaman bor. Sovqat to'lagan. Voy. Voy, sovqatyapsizmi? Ha? Bering. Bola ular namyoq kuchunmaydigan bo'lib qoptilar-ku. Mana haqiqiy qiz bola qanaqa bo'lishligi kerak. To'xtang, bitta kiyimga ham. Bola to'g'rimi? Bugun meni kunim. Bitta kiyimga rozi bo'lmayman. Hozir boramiz, qarochi, menga kiyim olib berasiz. Kiyim? Ha? Qayerdan kiyinasiz? Qimmat joyga olib boraman. PUBG'ni mana nima foydasi bor? Qizlarni polni. Boyvachcha. Bu oyoq kiyimni ko'pchilik biladi, buni aytib o'tirishim shart emas. Ustimga Nike Nokta oldim.
Central C bilasizlar menga yoqadi. Central C kelganligi uchun oldim. Endi reaksiyasini ko'ramiz. Felizani. Feliza. Mana sizni davringizda. Bo'ldimi shumi? Nima? Yo'q, Nimadir oling? bitta qo'limga braslet olaman. Bo'ldi. Yana nimadir olavering, bitta shuni olasizmi? Yo'q, Ha, ketdi, tanlaymiz yana 3 ta bachka. Shedrimiz shunaqa. Chi? Mayli, bizning ham davrimiz kelar qachon. PUBG'da biz kelmaydi. Bugungi kun tugashiga ozgina qo'y. Chidab turing bizga. Bo'ldi, soat 8 bo'ldi. Уже почти 24 soat bo'ldi-da. Qarang, eng qiyin shartim onamga hozir telefon qilamiz, prank qilamiz onamga. Rosa. Qarang, mani oyim hammadan qizg'anadilar. Men bitta o'g'ilman. Menga umuman qizlar bilan gaplashish, даже bu SMS-ga ответ qaytarish zapret. Tushunsiz? Hozir telefon qilamiz, men aytaman. 2-3 yildan beri gaplashib yurgan qizim bor edi. 18 ga to'lishimga olib bering deyman onamga. Keyin hozir o'ziga beraman, o'zi oldimda turibdi deyman. Chisti reaksiyalarni ko'ramiz. Aytib qo'yishlar bo'lmadi, mana birga yurimiz. Voy. Yo'q, siz gapirasiz, qarochi, men ham yaxshi ko'raman, o'g'lingizni oyijon deysiz. Bo'ldi, ketdi. Bolalar, mana hozir onamga telefon qilamiz. Hop, poisk beraman. Oyijonim mana. Kecha gaplashgan ekanman. Oxirgi marta oyimlar bilan kecha gaplashgan ekanman. Operator yaqinroqdan olsa, bolalar onamga telefon qo'yamiz. Hozir bitta qiz bilan 2-3 yildan beri gaplashardim. Deb prank qilaman hozir. O'sha qizga uylantirib qo'ying deyman. Bular ham gapiradilar oyijon deb. Ko'tarmayaptilar, faqat onam. Ko'tarmasalar, onajonim ko'taring. Boshqa shart qilamiz. Yo'q, oyi ko'taring. Iltimos, ko'tarmang bir safar. Oyi ko'taring. Eng qiyin shart men uchun bugungi. Voy, birinchi gudokni ko'tarmadilar. Hozir yana qaytadan qilamiz. Allo. Assalomu alaykum oyi. Alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Yaxshimi? Ha, endi boraman oyi. Hop. Qarang, bitta narsani aytolmayapti edim-da sizga. Narsani? Onaman bitta qizni yaxshi ko'rib qoldim. Voy, yo'q. Kim ekan u qiz? Oy, 2-3 yildan beri gaplashyapti edim. Prosta bildirmay gaplashardim. Gaplashsan? Oyi, qarang mani. Unaqa, qarang, hozir gromkida emas-da, o'ziga beraman. Faqat to'g'ri gapiring, ona. Maylimi? Qanchalar bo'ldi? Yo'q, ona jin emasman. Qarang, o'ziga beraman, oyi, gapirmay unaqa yomon. Avo, assalomu alaykum. Oyijon. Alaykum assalom. Oyijon, yaxshimisiz? Voy, qanaqa joyjon bo'laman halitdan. Hozirgi qizlarni dindi yo'q. Voy, uzrlayman. Emasmi bu? Prosta biz 2 yildan beri birgamizda, o'shaning uchun. Qarshi emasmisiz bizga? Men hech qanaqasiga rozi emasman-da. Xudo xolasa rozi qilamiz ko'rishganda. Bo'ldi, Ibrohimga bering telefonni. Allo, xona. Ibrohim yig'ishtir. Tez uyga qayt. Hozir, oyi, boraman. Voy! Bilaman, o'ldim bor-u, onasini yemisan. Bile, telefonni xatga qo'ysa bo'ladi, men ketdim. Sen nima qilyapsan bu yoqda? Feruz yurmamdi-ku. O menga qarang-ku. G'alati emasmi, ukam? Nima g'alati bo'lyapti?